Meksikada qidirilayotgan El Mancho laqabli narkobaron o'ldirildi. U Xalisko yangi avlodi deb nomlangan narkokartel yetakchisi Cervantes bo'lib, ko'p yillar davomida mamlakatdagi eng shafqatsiz jinoyatchilardan biri sifatida tanilgan. Bu kartel AQShga fentanil va kokain yetkazib berish bilan shug'ullangan. Cervantes 22 fevral kuni Meksika maxsus kuchlari operatsiyasi vaqtida o'ldirilgan. Meksika mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, El Mancho qo'lga olinayotganda armiyaga qarshilik ko'rsatgan. Operatsiya davomida kartelning bir necha a'zolari yo'q qilingan. Harbiylar ham jarohat olgan. Voqeadan so'ng hududda ommaviy tartibsizliklar boshlangan. Yo'llar to'silgan, mashinalar yoqib yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Xaliskodagi turistik shahar Puerto Vallarta osmonida tutun ko'tarilayotgani aks etgan videolar tarqalgan. Bu voqea Meksikadagi eng kuchli kartelga katta zarba deb baholanmoqda. Shuningdek, bu hukumatning narko savdoga qarshi kurashdagi yirik yutug'i sifatida ko'rilmoqda. Meksikaning Vashingtondagi elchixonasi operatsiya haqida qo'shimcha ma'lumotni AQSh taqdim etganini bildirgan. Avvalroq AQSh davlat departamenti El Manchoni qo'lga olishga yordam beruvchi ma'lumot uchun 15 million AQSh dollarigacha mukofot e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Christopher Landau El Mancho eng qonxo'r va shafqatsiz narkobaronlardan biri bo'lganini tasdiqlagan.